kun sayin o'zgarib borar odamlar. Men erta charchadim yoshim qaytganday. Vaholanki hali 40 ga to'lmadim. Hali yosh bolaman, onam aytganday, otam aytganiday odam bo'lmadim. Sevgim aytmay o'tdim uyalib, qo'rqib, akam aytganiday soddaman, go'lman, ko'z yoshlarga to'lgan mening yuragim, men bir kipriklari yuragi ho'lman. Besot Hamro 2012. Rahmat. Chinorda kutamiz. Mana bugun Chinor kafesining mehmoni Behzod Hamro she'riyat sultoni. Ja, she'riyat sultoni emas, bizning katta sultonlar bor. Biz endi shoir bo'lib Hozirgi kundagi she'riyat sultoni lekin. Assalomu alaykum hurmatli do'stliklar va do'stlikka kelib ketuvchi aziz mehmonlar. O'zbekistonda shunaqa chiroyli, zo'r, taomlari shirin restoranlar, kafelar, umumiy ovqatlanish maskanlari ko'p. Shulardan bittasi Chinor do'stlikda. Ajoyib shashliklari-yu, nomer 1. Do'stlikda Jizzaxda nomer 1lardan bittasi. Hurmatli yo'ldoshlar, To'sliq degan yer, ananday ko'p o'ltdi yer. O'shandikdan men qirg'izning qalpog'ini kiyib oldim, qirg'iz siyaqti. O'shandikdan kelgili yaxshi tamoqlar, tag'amlar bardo sizlar uchun qimmat emas, o'ta yaxshi, tatli. Kelinglar, men tavsiya qilaman.